Yer yuzining aholisi bir kunda 1 kilogramdan 2,7 kilogramgacha ovqat iste'mol qiladi. Demak, inson bir yilda 365 kilogramdan ortiq, butun umri davomida esa 10 minglab kilogramdan ortiq oziq-ovqatni iste'mol qiladi. Biz iste'mol qiladigan barcha oziq-ovqatlar hazm qilish tizimi orqali o'tadi. Bu tizim taxminan 10 ta a'zodan iborat. Uning umumiy uzunligi qariyb 9 metrni tashkil qiladi va unda 20 dan ortiq turdagi maxsus hujayralar ishtirok etadi. Ovqat hazm qilish tizimi inson organizmidagi eng murakkab tizimlardan biri. Uning barcha qismlari asosiy vazifani bajarish uchun o'zaro kelishilgan holatda ishlaydi. Bu vazifa iste'mol qilingan oziq-ovqat mahsulotlarini organizm hayotini ta'minlash uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalari va energiyaga aylantirishdan iborat. Ovqat hazm qilish tizimi gavdaning deyarli butun uzunligi bo'ylab joylashgan va u 4 ta asosiy qismdan iborat. Birinchi qism oshqozon ichak trakti. U ovqat harakatlanadigan egri-bugri kanaldan iborat. Uning ichki yuzasining umumiy maydoni 30-40 kvadrat metrni tashkil qiladi. Bu badminton maydonining taxminan yarmiga teng. Ikkinchi qismga oshqozon osti bezi, jigar va o't pufagi kiradi. Bu organlar hazm shiralari va o't suyuqligi yordamida ovqatni hazm qilishda ishtirok etadi. Uchinchi guruhga fermentlar, gormonlar, asab hujayralari va qon hujayralari kiradi. Ularning barchasi ovqatni parchalanishida birgalikda ishtirok etadi. Hazm jarayonlarini boshqaradi. Organizmga oziqa moddalarini o'zlashtirishga yordam beradi. To'rtinchi qism ichak tutqichi, ya'ni mezenteriy. Bu qorin pardasining burmasi bo'lib, u ovqat hazm qilish tizimi organlarini qorin bo'shlig'ining orqa devoriga biriktiradi va ularni to'g'ri holatda ushlab turadi. Ovqat hazm qilish jarayoni ovqat hali og'izga kirishdan oldinroq boshlanadi. Ishtaha ochuvchi taomni ko'rganda, uni hidini sezganda yoki u haqida o'ylaganda og'iz bo'shlig'idagi so'lak bezlari so'lak ishlab chiqara boshlaydi. Bir kunda insonda taxminan 1,5 litr so'lak ajraladi. Og'izga tushgan ovqat chaynaladi, so'lak bilan namlanadi. Keyin u bolus deb ataladigan nam ovqat, ya'ni ma'lum bir massaga, luqmaga aylanadi. So'lak tarkibidagi fermentlar ta'sirida ovqatdagi kraxmalning parchalanishi boshlanadi. So'ngra bolus uzunligi taxminan 25 sm bo'lgan mushakli nay, ya'ni qizil o'ngachga o'tadi. Ovqat qizil o'ngach orqali oshqozonga tushadi. Qizil o'ngach devoridagi asab tolalari ovqat luqmasini sezadi va peristaltikani ishga tushiradi. Peristaltika mushaklarning ketma-ket to'lqinsimon qisqarishi. Ana shu qisqarishlar tufayli ovqat oshqozon tomon siljiy boshlaydi. Oshqozonda ovqat devorlarining qisqarishi ta'sirida aralashadi va maydalanadi. Oshqozon shilliq qavati hujayralari ishlab chiqaradigan gormonlar xlorid kislota va fermentlarga boy bo'lgan oshqozon shirasini ajralishini ta'minlaydi. Ular ovqatni eritishni, uning tarkibidagi oqsillarni parchalashni boshlaydi. Shu bilan bir vaqtda organizm oshqozon osti bezi, jigar va o't pufagiga hazm shiralari hamda o't suyuqligini tayyorlash zarurligi haqida signal yuboradi. Safro sarg'ish jigarrang suyuqlik. U jigarda ishlab chiqariladi. O't pufagida to'planadi. Organizmga yog'larni hazm qilishda yordam beradi. Oshqozonda taxminan bolus 3 soat qoladi. Ana undan keyin u himus deb ataladigan yarim suyuq massaga aylanadi. Himus ovqat hazm qilish tizimining keyingi qismiga o'tadi. U oshqozondan 12 barmoqli ichakka, ingichka ichakning boshlang'ich qismiga o'tadi. Bu yerga jigar va o't pufagidan o't, shuningdek oshqozon osti bezining hazm shirasi kelib tushadi. Safro yog'larni emulgatsiya qiladi.
ya'ni yirik yog' tomchilarini maydaroq tomchilarga aylantiradi. Fermentlarga boy hazm shiralari yog'larni yog' kislotalari va glitseringa, oqsillarni aminokislotalarga, uglevodlarni esa oddiy shakarlarga, glyukozagacha parchalaydi. Oziqa moddalarining asosiy parchalanishi va so'rilishi avval ingichka ichakda, keyin yonbosh ichaklarda kechadi. Ingichka ichakning ichki yuzasi millionlab juda mayda varsinkalar bilan qoplangan. Ular ichakning so'rilish maydonini bir necha marotabaga oshiradi va oziqa moddalarini samarali so'rilishiga yordam beradi. So'rilganidan keyin oziqa moddalari qonga o'tadi. Qon esa ularni organizmning to'qimalariga va organlariga yetkazib beradi. Kletchatka qoldiqlari, suv hamda hazm jarayoni davomida ajralgan o'lik hujayralar massa yo'g'on ichakka o'tadi. Yo'g'on ichak devorlari orqali qolgan suvning asosiy qismi qaytadan organizmga so'riladi. Suvning qayta so'rilishi natijasida ichak ichidagi massa quyuqlashadi va axlat massasi shakllanadi. Yo'g'on ichak bu massani asta-sekin to'g'ri ichak tomon harakatlantiradi. To'g'ri ichakdagi asab tolalari uning kengayishiga javob beradi va organizmga ichakni bo'shatish zarurligi haqida signal yuboradi. Ana shundan so'ng hazm jarayonining chiqindilari axlat anus orqali tashqariga chiqariladi. Ana shunday ovqatning hazm qilish tizimi bo'ylab sayohati yakunlanadi. Bu jarayon o'rtacha 30 soatdan 40 soatgacha davom etadi.